Qisqichbaqa yulduz turkumi, qalbga boruvchi qisqa yo'l, haqiqiy matematika mavzusini davom ettiramiz. Azizlarim, esingizdami? Biz yaratganning matematikasi haqida gaplashgan edik. Mana qisqichbaqa yulduz turkumi buning eng yaxshi isbotidir. Oddiy taqvimlar bo'yicha bizga bu burch 1 oy davom etadi deyshadi. Lekin haqiqiy osmonga boqing. Quyosh qisqichbaqa yulduz turkumidan bor yo'g'i 21 kun ichida o'tadi. 21-iyuldan 10-avgustgacha. Nima uchun Alloh taolo bu davr uchun shunchalik kam vaqt ajratgan? Chunki bu tuyg'ularning eng yuqori konsentratsiyasi, zichligi, ya'ni vaqtidir. Bu marafon emas, bu o'z qalbingizning eng tub-tubiga sho'ng'ishdir. Shinamlik rejimi. Qisqichbaqa bu bizning ichki boshpanamiz, oilamiz va ildizlarimizdir. Bu 3 hafta ichida energiya tashqariga emas, balki uyning ichiga yo'naltiriladi. Nima qilish kerak? Bu ajdodlar bilan aloqalarni tiklash, uyni sarishta qilish va ota-ona bilan suhbatlashish uchun eng yaxshi vaqtdir. Davrning mazmuni: agar siz uchun 21 kun ichida faol ravishda biznes qurishga yoki tashqi maqsadlar ketidan quvishga harakat qilsangiz, tez fursatda charchab qolasiz. Haqiqiy vaqt mantig'i bizga shunday deydi: to'xta, yaqinlaring bilan birga bo'l, qalb idishingni muhabbat bilan to'ldir. Ko'pchiligingiz bu nozik ritmlar o'zgarishini his qilasiz, lekin unga qanday moslashishni bilmaysiz. Mening astroplatforma.chingizi.com saytimda sizga bu borada yordam beradigan maxsus bo'limlarni yaratganman. Natal xarita talqinlari bo'limi oilangiz va ajdodlaringiz bilan bo'lgan haqiqiy munosabatlaringizni tushunishga yordam beradi. Galaktikamiz mavjudotlari bo'limida esa uyimizni va yashash hududimizni himoya qiluvchi nozik energiyalar haqida bilib olasiz. Shablonlar bo'yicha yashamang, saytga kiring, abonementni faollashtiring va koinotning har bir shivirini his qilishni boshlang. Silka profil tavsifida, ya'ni shapkasida. Osmonda Arslonning ko'zni qamashtiruvchi quyoshi chiqishidan oldin bor yo'g'i 21 kunlik sukunat va shinamlik. Bu qisqa ammo muqaddas davrni o'tkazib yubormang. Keyingi qismda biz eng yorqin yulduz turkumi Arslonga o'tamiz va siz nima uchun sokin qisqichbaqadan keyin haqiqiy zafarlar davri kelishini bilib olasiz. Haqiqiy vaqt mantig'iga obuna bo'ling.